Hammaga assalomu alaykum. Bugun men o'zim yoqadigan kanallarni sizlarga ko'rsataman. Ya'ni YouTuber. Blogerlarim bor orasida. Menga yetib berishni hamma videosi yoqadi. Chunki juda ham zo'r videolar chiqaradi. Hamma videosini sevib tomosha qilaman. Bunisi yoqadi. Mana shu videosini sevaman. Ayniqsa shu videosi tashlab chiqadi. Keyin buni yaxshi ko'raman. Nima sababdan? Chunki bu gimnastika ham orasida kulgili videolar chiqadi. Yetib yoshli ikkinchi kanal hali endi boshlagan. 124 ta podpischikam qo'ygan. 4 ta video bilan. Chunki u YouTuberda. Faxriyor Nazmiddinov. Bu bloger. 90 ta videosi bilan 90 ta podpischik olgan. Prosmotri ko'p. Amaliki bo'lsa kam. Prosmotr. Yana qaysi Miss Oydin yoqadi. Buni ham videolari tashlab chiqadi. Ayniqsa Real Barsa deb aytganlarni sevaman. Yana bu ham yoqadi. Tutoshkim. Ya'ni mi deb yozilgan, men pastdagisini o'qidim. Bu ham zo'r videolar chiqaradi. Buni ham prosmotri ko'p. Hamma videosi yoqadi menga. Menga keyin biz guruhidan blogerlar yoqadi. Hammasi. Shortsga kiradi. Hammasi yoqadi. Juda zo'r videoga. Ayniqsa mana shu videosini sevaman. Bularni shu videosini sevsam, lekin Faxriyor akani hamma videosini sevaman. Dildor opa bilan olgan videolar hammasi zo'r. Kim bu? Koreysmi, Xitoymi bilmadim-u. Lekin menga yoqadi. Ayniqsa shunaqa qiz bola bo'lgan vaqtlari, har xil kulgili videolar, raqs vaqtlari, har xil kulgili videolarda olgani uchun shuning uchun uni sevib tomosha qilaman uni ham. Buni ko'rsatmadim sizlarga hali. Buni ham juda yoqtiraman. Buni ham prosmotri ko'p, amalni o'zi kam. 67 ta video qo'ygan. Endi sizlardan kutib qolaman. Men kimlarga yoqaman, kimlarga yoqmadim bilmayman-u. Lekin podpiska bo'lib qo'yinglar. Agar yoqsa.